132 ming dollarga mana shu tarsoviga tushgan xonadonimizni sotuvga chiqaryapmiz. Adresini ham aytaman. Sergeli Sug'diyona mahallasi bo'lyapti. Shunda Sergelidan kelganingizda qo'yiluvga keltirishdi, mostdan tushganda Sitofordan shunda kirib kelar ekansiz. Shu mahallamizga maktab, masjid, bog'cha, hamma shart-sharoit yonida ekan. Magazinlardan muammo yo'q. Shunda masjidni oldi bilan to'g'ri mashina bozoriga chiqib ketsa bo'lar ekan, Sergeli mashina bozoriga. Fasadlarni ko'ryapsizlar, zo'r holatda. Ko'chib kelishganiga 5 yil bo'lgan ekan, ya'ni qurilganiga taxminan shu 5-6 yil bo'lgan bo'lyapti. Xonadonimizga kirganimizda mana shunaqa chiroyli, shinamgina xonadon bo'lyapti. Xo'p, endi xonalarni ham aytamiz. Xo'p, bu lokatsiya xudo xolisa Sergelida yashaydigan aka-ukalarga juda ham zo'r. Narxi ham xudo xolisa inshaalloh zo'r. Bu 8 sotuv bo'ldi, 4 ta xonasi bor, bitta oshxonasi bor. Sanuzullari bor, xollari bor, kattagina xollari. Endi bu yog'ini ham video davomida ko'rib olsanglar bo'ladi. Kimgadir shu joyimizga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini qo'yarsa bo'ladi. Xonadon pastda yangi xonadon, xudo xolisa ulgurib qoladigan joyi, narxi xudo xolisa qo'ldan kelgancha yaxshi narxlarda qo'yib boryapmiz, kuzatib boringlar. Xonadonimizga kirganimizda bizani mana shunaqa katta xoll kutib oladi, ko'ryapsizlar, xollni. Chap tarafimizda bitta oshxona bo'ladi. Oshxonadan keyin bitta zal bo'ladi. Zaldan keyin birinchi yotoqxona, undan keyin ikkinchi yotoqxona bo'ladi. Bu yoqda hammom, bu yoqda hojatxona, kotel sistemada ham polni chetga yig'ilgan ekan. Bu yoqda yana 3-yotoqxona bo'ladi. Shu xonadonimizda kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli narxlarda baraka qilib olish imkoniyati bor.